Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Bugun do'konimizda ko'rib turgan mini kombaynlaringni to'liq va batafsil ma'lumot va narxlarini aytib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Aniq bilaman, umuman bunaqa obzor ko'rmagansizlar, dahshat obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar akalar. Va nima ish qilishi va narxi, qanday ma'lumotlari hamma yo'g'ini bugun ponni obzor qilib beramiz. To'lov usullari faqat naqd pulga, manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan bo'ladi, Vodiy Pervalida akalar. Dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Texnikalarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ko'p gapirmasdan obzorga o'tamiz akalar. Xo'sh, ko'rib turgan mini kombaynlaring Xitoyda ishlab chiqarilgan sholi va bug'doy o'rish uchun mo'ljallangan mini kombayn hisoblanadi akalar. Xo'sh, kombaynlarimizni asosiy qiziq ma'lumotlarni boshida aytib o'tib ketamiz, qolganini to'liqroq qilib video davomida aytib o'tib ketamiz akalar. Sholi, bug'doy, arpa o'rib ketadi, bemalol o'radi akalar. Boshqa don mahsulotlariga garantiya berilmaydi, faqat sholi va bug'doy, arpaga bemalol solib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Xo'sh, bezbon kirli bo'ladi, ko'rib turganlaringdek, prem qop ilinib qo'yiladi. Qop osiltirib qo'yiladi mana shu yerga. Qop chiqib ketib qolmaydi, mahkamlab qatirib qo'yiladi akalar. Xo'sh, qopga chiqargan donni ajratib to'ldirib ketadi. Bu kombaynimiz bir vaqtda 3 ta 4 ta ish bajaradi akalar. Hozir tushuntirib o'tamiz. Bir vaqtda akalar ham yuradi, ham pichoqlari aylanadigan joylari o'rib, somon paholni ayirib ketadi. Bu joyiga olib kirib olgandan keyin akalar, maydalaydigan, ajratadigan joyiga olib kirgandan keyin sholi pahollarni, bug'doylar pahol, somon paholidan donni mana shu yerda ayirib ketadi va bir vaqt o'zida keyin somon pahollarini chiqarib beradi, chang hashaklarni ajratib ketadi hamda qopga to'ldirib ketadi akalar. Bir vaqtda 3 ta 4 ta vazifani bajaradi akalar. Xo'sh, donlarni, sholini ham, bug'doyni ham bitta joyga, mana shu joydan qoplab ketadi bu kombaynlarimiz. Xo'sh, narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Narxlari 70 million so'm akalar, kamini qilib beramiz ozmoz. Ma'lumotiga keladigan bo'lsak, yana motorlari bir porshinli salarka motorlar bilan jihozlangan bo'ladi, ko'rib turganlaringdek. Boki 4-5 litr atrofida salarka elitadi. Soatiga 1 litr salarka rasxod qiladi akalar. Keyin eng muhim joyini aytib o'tib ketamiz. Klientlarimizdan kelgan ma'lumotlar bular bo'ladi. Xo'sh, agar tirikchilikka olaman desalaring akalar, pul topib ishlataman desalaring, 2 maksimal 3 yilgacha umuman atkaz qilmasdan, usta ko'rmasdan 3 yilgacha maksimal ishlaydi akalar. Bir kunda 1 gektargacha bemalol masu yaxshilab ishlatsalaring, bir kunda 1 gektargacha o'radi akalar. Xo'sh, agar o'zlaringni, tanishlaringni yoki qarindoshlarni, o'zlaringni bog'laringda sholi bug'doyni o'rib ishlataman desalaring, 7-8 yilgacha umuman zapchas qidirmaysizlar, umuman muammo bo'lmaydi akalar. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Bu degani 2-3 yildan keyin ishlamaydi bu degani emas akalar. Prosta mana shu yilgacha, shuncha vaqtgacha bemalol maza qilib ishlatsalaring bo'laveradi, zapchas qidirmasdan, boshqa joylarni ustiga ko'rsatmasdan. Xo'sh, bularimizni maksimal tezligi 10-15 km atrofida. Ja borsa 20 ga chiqishi mumkin. Oldiga 3 ta, orqaga bitta tezliklari bor. Bu ko'rib turganlaringdek sepleniya tormozlardan boshqarilmaydi, bitta o'tirib olinadi. Ana shu dastaklardan boshqarib ketiladi. Kalit bilan zavat qilinadi. Kalit bilan zavat qilinib, gazini qo'shiladi. Gaz qo'shilgandan keyin skorga solasizlar. Bu skorga solsalaring yurib ketib qolmaydi. Bunda sepleniya yoki boshqa narsa shart emas. Skorga solingandan keyin mana shu dastak bitta tortiladi, kombaynimiz harakatlanib ketadi. Bu dastakni bitta tortib, kombaynimizda o'rim joylarini, hamma joylarini harakatga keltirsak bo'ladi akalar. Rasxodlarni aytib o'tdik akalar, soatiga 1 litr deb 8-10 litr salarka bir kunga bemalol yetib ortib qoladi akalar. Xo'sh, 1 gektar sholi bug'doy o'rib akalar, klientlarimiz 4 milliondan gektarni o'rib pul topyapti. Masalan, bir kunda 150 ming, 200 minglik rasxod qiladigan bo'lsalaring,
3,5 million oshiqlari bir kunda o'zlaringga sof daromad bo'lib qoladi akalar. Bemalol olib ishlatishlaring mumkin. Kombaynlarimiz yana haqida, bularimiz gusunisali variantda bo'ladi. Yana klientlarimizdan kelgan ma'lumot, umuman botib qolmadi. Bu qiyin joylarda layqa yoki boshqa joylarda umuman botib qolmaydi akalar. 2 yil deganda bir marta botib qoldim deb bitta klientimizdan kelgan ma'lumot akalar. Ko'rib turganlaringdek gusunisali variantda uzoqroq joyga haydab borish uchun Laboga bemalol yuklasalaring bo'laveradi. Vesi ham 630 kg vesi bor. 2024-yil 4-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. 630 kg hamda bu xohlaganlarga salarkali, xohlaganlarga begzilli variantlaridan ham bor. Agar kimgadir ishlash videolari qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, video tagiga yoki video ustiga telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Aytib ko'pchilik topolmaydi ekan, aytib ham o'tib ketamiz. 94lik 047 47 08 telefon raqamlarimizga bitta bog'lansalaring akalar yoki Telegramdan yozib qo'ysalaring, kombaynlarimiz ishlash videolarini tashlab beramiz akalar. Bemalol ko'rib o'zlaringga xulosa olishlaring mumkin. Bir yilda 2-3 marta sotilyapti, 2 ta yoki 3 ta sotilyapti akalar. Bir yilda hammasi sinovdan o'tgan, ishonchli, garantiyali texnika hisoblanadi akalar. Ko'rib turganlaringdek, yana qanaqa ma'lumotlarni aytib o'tib ketay akalar. Qanaqa ma'lumot qiziq bo'lsa, telefon raqamlarimizga bog'lanishlaring mumkin akalar. Xo'sh, pichoqlarga ham qisqacha to'xtalib ketamiz. Eniga 120 lik bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, mana shu ko'rinishdagi jatka, reaper jatkalardan qo'yilgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, pastiga ham qo'yib ketilgan, xuddi shunday bundan kattarog'idan. Bu tepadagi tishlari sholi yoki bug'doyni beldan teparog'ini o'rib ketadi. O'rib bonkir joyiga olib kirib ketib toza ajratib beradi. Pastidagi esa tayini tozalab o'rib yerga yotqizib ketadi. Somon pog'onini lekin to'plab bermaydi akalar. Tepadan donni ajratgani olib o'tib beldan tepasini yondan chiqarib ketadi, beldan pastini esa yerga tashlab ketadi akalar. Xo'sh, xudo xolasa zapchastlardan muammo bo'lmaydi. Endi begzilli variantiga keladigan bo'lsak, begzilli variantlari ko'rib turganlaringdek salarkaliga qaraganda ancha kattaroq bo'ladi. Eniga ham o'zi ham ancha baquvvatroq, lekin vesi 720 kg bo'ladi. 720 kg bu 630 kg salarkalisi hisoblanadi akalar. 90 kg farqi bor. Begzilli variantlarimizning gusunisalari ham ancha irik bo'ladi hamda kattaroq, enliroq bo'ladi. Ham donni ajratib, don ko'proq o'rish vaqti bir kunda masalan 1 gektar salarkali o'rsa, bu 1 gektar oshiqroq o'radi hamda tezroq ishlaydi akalar. Motorlari salarkali motorda 1 porshilli salarka motor bo'ladigan bo'lsa, bularda 2 porshilli begzilli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek harakatlanish sistemasi bir xil bo'ladi. Skorslari, richaklari, rollarini ham aytib o'tib ketmabmiz. Rollari hamda oldini ko'tarib tushirishlari mana shu dastak orqali bo'ladi. Turgan joyida 360 gradusdan bemalol burilib beradi akalar. Ko'p gapirmasdan narxiga o'tamiz. Narxlari 72 million so'mga begzilli variantini, 68 million so'mga salarkali variantini qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Faqat bunaqa narxda xarid qilish uchun faqat kanalimizga obuna bosib, poddeshka qilib bemalol murojaat qilgan akalarimiz uchun. Xo'sh, bu begzilli variantlarimiz bir vaqt tozda 2 ta qopni to'ldirib ketadi. Salarkali variantlarimiz esa bir vaqtda bitta qopni to'ldirib ketadi. Kimga shunaqangi texnikalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan da yangi texnikalarimizni ko'rib borish uchun, ma'lumotlarga ega bo'lish uchun kanalimizga bir donadan obuna bosib qo'yasizlar akalar. Undan tashqari Zubr 1105 mini traktorlarimiz, Zubr 1135, 1125 xohlaganlarga kardalli 3 portion, 4 portion traktorlarimiz ham mavjud akalar. Ko'rib turganlaringdek 25 ot kuchidan 40 ot kuchigacha bo'lgan kardalli traktorlarimiz bor akalar. Manzilimiz Namangan, Sadoqatda, Vodiy Pervalda. To'lov usullari faqat naqd pulga, bo'lib to'lash krediti yo'q akalar. Dastavka xizmatlarini qilib beramiz kelishilgan hollarda O'zbekiston bo'ylab. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga bog'laninglar, qo'ldan kelgancha yordam beriladi.